Assalomu alaykum. Xo'p, hurmatli akalar, korishnevoy sapoylarda korishnevoy cheshkalari kelgan. Ko'rib turibsiz, ichlari mexli. Padojlari ham tekis padoj, mana. Padojlari tekis. Oyoqni bosganda, yerni bosganda qiynalmaydi. Padojlari quyma padoj. Terilari mol teri. Buni egilganda ham ko'rsatib beraman mana. Egib yerga bosib ko'rsatib beryapman mana. Mana. Yana taklanib qolaveradi. Mana ko'ryapsizlar, betiga chok tushmayapti. Terisini baquvvatligidan mana. Yaqin olib terini qalinligini ko'rsatib o'raman sizlarga mana. Teri qalin teridan bo'lgan. 2 yil, 3 yil kiyilsa bemalol bo'ladigan oyoq kiyim. Razmerini ham ko'rib turibsizlar. Mana 41 razmer. Lekin bemalol 42 kiyadigan oyoq kiyimga tushaveradi. Bu odatda 41 ga tushadi, to'liq razmer. Kачествоsi ham zo'r. Mana choklarini ham chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, 45 yoshdan 30 yoshdan bir 70 yoshgacha kiyadigan oyoq kiyim. Xolasangiz to'y marosimlaridan tashqari nimaga bo'lsangiz kiyib, mana misol urib solib kiyadigan oyoq kiyim. Kачестволari yaxshi. Narxlariga kelsak, narxi 215 ming so'mdan qilib beraveramiz. Xo'p, adresimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Telefon raqamlarimiz yozilgan. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Mana terili oyoq kiyim. Kачествоsi juda yaxshi, sifati zo'r oyoq kiyim. Telefonlarini kutib qolamiz. Obuna bo'linglar. Kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz. Yana nimalarda obzorini qilaylik.